Bugungi kunda globallashuv jarayonlari jadal tus olib, ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar, til o'rganish va barqaror rivojlanish masalalariga bo'lgan e'tibor tobora ortib bormoqda. Bu esa yoshlarni zamonaviy bilim bilan ta'minlash, ularning ilmiy va ijodiy salohiyatini yuksaltirishni talab etmoqda. To'g'ri aytasiz Ilhonbek, Toshkent Kimyo xalqaro universitetida bo'lib o'tgan respublika miqyosidagi ilmiy amaliy konferensiyada ayni shu masalalar muhokama qilindi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Barqarorlik va global ta'lim, til ta'lim va innovatsiya nomli 6-chi talabalar konferensiyasida yurtimizning turli hududlaridan kelgan talabalar va yosh tadqiqotchilar ishtirok etdi. Anjuman doirasida barqaror rivojlanish, ta'lim sifati, til o'rganish va innovatsion yondashuvlar bo'yicha dolzarb mavzular ko'tarildi. Barqarorlik va global kommunikatsiya mavzusiga bag'ishlangan muhim xalqaro anjuman doirasida yig'ildik. Bu mavzu zamonaviy ta'lim va ilm-fan olamida tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa global muammolarni anglash va ularga birgalikda yechim topish jarayonida bunday ilm muloqot maydonlari juda katta ahamiyatga ega. Anjumanimizga talabalar tomonidan 200 ga yaqin ilmiy ishlar taqdim etildi. Ular puxta ekspertiza va baholash jarayonidan o'tkazildi. Eng yuqori natija ko'rsatgan ishlarga esa munosib mukofotlar topshiriladi. Bu esa yosh tadqiqotchilarni yanada chuqur izlanishga, ilm salohiyatini rivojlantirishga undaydi. Bundan tashqari bir necha daqiqalar ichida anjumanning asosiy ma'ruzalari boshlanadi. Unda Westminster universiteti vakillari, Malayziya xalqaro universiteti, professor o'qituvchilar, shuningdek Kimyo xalqaro universitetimizning yetakchi dekanlari va o'qituvchilari o'z ma'ruzalar bilan ishtirok etadilar. Bu esa tadbirning akademik darajasi va xalqaro qamrovini yanada boyitadi. Men uchun bu yerda bo'lish, shunday nufuzli olimlar va mehmonlar bilan bir maydonda fikr almashish, shuningdek universitetimizni va O'zbekiston oliy ta'lim tizimini xalqaro miqyosda tanitish katta sharafdir. Umuman olganda, bugungi tadbir nafaqat ilmiy uchrashuv, balki madaniyatlar aro muloqot, hamkorlik va kelajak uchun yangi g'oyalar yaratish maydoni sifatida ham juda muhim ahamiyatga ega. Ta'kidlanganidek, mazkur anjuman yoshlar uchun nafaqat o'z ilmiy ishlarini taqdim etish, balki tajriba almashish va yangi g'oyalarni shakllantirish maydoniga aylandi. Ayniqsa til o'rganish va innovatsion ta'lim usullari bo'yicha bildirilgan fikrlar katta qiziqish uyg'otdi. Turli xil oliy ta'lim muassasalaridan talabalar o'zlarining ilmiy ishlari bilan ishtirok etishyapti. Bu yilgi konferensiyamizning mavzusi barqaror rivojlanish, global muloqotlar, ta'lim, til va innovatsiyalar bo'lib, bunda talabalar global muloqot orqali qanday qilib barqaror rivojlantirish sohasiga o'z hissalarini qo'shishlari mumkinligini muhokama qilishadi. Biz barqaror rivojlanish deganda faqat ekologiyani tushunib kelmoqdamiz, lekin bugungi kunda ta'lim sohasida ham barqaror rivojlanish juda ham muhim ahamiyatga ega, ta'lim sifatini oshirish maqsadida. Shu sababli bizlar bu temani, dolzarbligi sababli bu temani ko'tardik. Talabalar bugungi kunda bir-birlari bilan muloqot qilgan holatda kelajak avlod faqatgina o'zlarining navbatlarini kutib, qachon bizning navbatimiz kelsa shundagina biz barqarorlikka hissamizni qo'shamiz degan g'oya bilan emas, allaqachon talaba bo'lib, yuksak inson bo'lib, o'zlarining hissalarini jamiyatni rivojlantirishga, ta'limni rivojlantirishga qo'sha olishliklarini isbotlashlarini biz kutib qolamiz. Bugungi konferensiyada biz 500 ga yaqin maqolalar qabul qildik va ularning orasida faqat 200 taginasi saralab olindi. Konferensiyada ishtirok etayotgan talabalar hamma ilmiy ishlarni ingliz tilida yozishgan va ularni ingliz tilida taqdimot qilib berishlari so'ralgan. Taqdimotlar 5 ta sessiyaga, 5 ta sho'baga bo'lingan va Zoom platformasi orqali ham turli xil viloyatlardan kela olmay qolgan talabalar uchun va imkoniyati cheklangan talabalar uchun ham imkoniyatlar yaratib berilgan. Mutaxassislar fikricha, bunday konferensiyalar yoshlarni global muammolar haqida chuqur o'ylashga undaydi, ularning ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi. Shu bilan birga kelajakda yuqori malakali mutaxassislar bo'lib yetishlariga mustahkam zamin yaratadi. Anjuman yakunida ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilib, ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qilishi qayd etildi. Sevinch Minboyeva, Avazbek Satollayev, bugun dasturi uchun.